Hürmetli vatandaş, endikiliyse 3. mavzu. Bu mavzunu sel tizirek sözleyimiz, bulmasa ikinci belki çıkıp gitip kalsa, lakin mezmunu üzülüp gidiyor. Mavzu bunda, Cungo, töt çoğun işte çürüp koydu. Hazır dedik ko. Prezident Trump kabul kılıştı, red kıldı. Töt mesele çürüp koygaç ki Prezident Trump kabul kılıştı, red kıldı. Mavzulu haber 11. ayının 17. günü Dubit orbiti ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Prezident Trump bilen Xi Jinping söhbetdeki yol tuzlaş üçün Cungo növbette Amerika'ya bir parça savdo ticareti yol koyuş ciddi tapşırdı. Lekin Amerika əməldarları bununla kanaat hasıl kılmadı. Amerika Qoşma Ştatlarının Prezident Trump 16. gün tüncü kıtım bu hüccet doğrusu toxtaldı. Amerika Qoşma Ştatlarının Prezidenti Trump 11. ayının 16. günü Aksaray'da muhbirlarını kütüveleş yığını ötküzüp Cungo Amerika savdosu doğrusu toxtaldı. Yakında Cungo Amerika'ya bir parça hüccet tapşırdı deyip başladı Prezident Trump notqını yaki sözünü. Bu yaxşı iş. Cungo Amerika, Cungo oturusida bu kilişim, bir kilişim imzalamakçı buluvatıdı. Cungo Amerika, Cungo oturusida bir kilişim imzalamakçı buluvatıdı. Ula bir parça hüccet, yani özleri kılışını halaydıgan bir parça hüccet tapşırdı. Bu hüccet nihayetlik zor hüccet. Lekin men bazı çağlarda yanıla kabul kılgılı bolmaydı dep hesaplayman. Men mundaq hesaplayman, biz Cungo'ga köp yaxşı işlerini kıldık. Men Reis Xi Jinping'ni ortiqcha hürmet kılıman. Men Cungo'ni hem şundaq hürmet kılıman. Lekin Cungo Amerika'nın uzun yıllardan beri paydalıp geldi. Lekin Cungo Amerika'nın uzun yıllardan beri paydalıp geldi. Prezident Trump yani mundaq görsetdi. Cungo'lukla tayyarlagan hüccet bek mükemmel hüccet. Bunun için nurgulluğun biz talep kılgan narsalar var. Lekin yana 4-5 türlük iş yaki narsa çöp kaptı. Biz bu 4-5 türlük işe yani erişimiz mümkün. Lekin tapşırgan hüccet yanıla mükemmel hüccet dep qaraymiz. Prezident Trump yani mundaq görsetdi. Amerika Cungo savdosu adil savdo degili bo'lmaydi. Cungo bizga köp baji qo'ydi. Amerika Cungoga ancha köp baji qo'ymadi. Hozir bo'lsa hamma narsa o'zgardi va o'zgarishi kerak. Biz Cungoning 200 milyard 500 milyon dollarlik tovarlarga baji qo'ydik. Agar biz halaydigan bo'lsak, yani Cungo'nun 200 milyard 670 milyon dollarlık tuvarı mallarga baji koyumuz. Cungo kelişim imzalamakçı bulup atıdı. Belki biz undaq baji koymasligimiz mümkün. Prezident Trump yana mundaq görsetdi. Bizning davlatimiz shundaq yaxshi taraqqiy qilyapti. Lekin Cungo undaq taraqqiy qilolmayapti. Ularning paychak bozorda baho 30%dan 32%gacha tushib ketdi. Prezident Trump yana mundaq görsetdi. Cungo hech qachon bunda ahvolga tushib boqqan emas. Men ularning Cungoluklarning bundaq ahvolga kelishini xohlamayman. Lekin bizden oturamızda özara payda yetkizilgan soda bo'lishi kerak. Bizga helik ahmoqlar kerak qilgan soda tijoratlar kerak emas. Burunqi rahbarlar deyish kerak. Bu dal Cungoluklar bizden payda aladigan usuldir. Bizga endi undaq soda qilish usuli kerak emas. Buni Cungoluklar yaxshi tushundi. Prezident Trump bundaq ko'rsatdi. Biz bir kelishimga kelimiz. Biz tez arada bilip alalayımız. Haberdar kişiler mundaq görsetdi. Amerika Cungo savdo urushi 4 ay davamlaşqandan keyin növbeti eng mühim buruluş noqtasiga yetib keldi. Cungo Amerika davlat rahbarlari 11. ayının 1. günü telefonda söhbetleşkendan keyin ikki tarafning uchrashishi ham ko'payishga başladı. 11. ayının ahirida 20 davlat yig'inida Prezident Trump bilan Xi Jinping söhbet o'tkazildi. Bu söhbətlə Amerika Cungo savdo urushining burilish noqtasi bo'lib kelishini umid qilyapti.
halkılık bir payt yetip kelgende Jungo'nun muhim veziri Liu He'nin Amerika'nı ziyaret kılışı aşkarlandı. Onundan başka Jungo Amerika'ya yakışak bulup bir parça hüccet tapşırdı. Lekin bu hüccetke geçirinler. Lekin bu hüccetke Amerika taraf kanaat hasıl kılmadı. Filmborg 11. ayının 16. günü haber kılıp mındak görsetdi. Amerika Savunma Ministerliği'nin ministeri Wilbur Ross 15. günü mındak görsetdi. Amerika yanıla 2019 yıl 1. aydan başlap Jungo'da import kılıngan tuar mallara bazı koyumuz. Jungo'nun reis Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump bilan 20 davlat yig'inida ko'p bo'lganda qadama-qadam suhbatlashishning ramkasini targ'izishi mumkin. Amerika yana 2019 yil 1. ayning 1. kunidan boshlab Jungo'ga aslab tamojni beja qo'ydi. Jungo Amerikaga topshirgan hujjat to'g'risida suhbat Savdo ministri Wilbur Ross mundaq ko'rsatdi. Hozir bo'layotganlarning hammasi Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bilan reis Xi Jinpingning suhbatiga tayyorlik qilishdan iborat. O'xshashli bir vaqt Angliya Reuters 16. kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump hükümetinde bir nafar amaldorning aytishicha, Jungo Amerikaning talablariga yozma javob qaytardi. Lekin Jungo qaytargan javob mush ayning oxirida o'tkaziladigan Prezident Trump bilan Xi Jinping suhbatida beshish hosil qilishga yordami bo'lmasligi mumkin. Bu amaldor mundaq ko'rsatdi. Beijingning vaziyati 142 tür bo'yicha 3 guruhga, ya'ni 3 bobga bo'lingan. Jungo muhokama davomlashtirishni xohlaydi. Mavzular bo'yicha harakat qo'llanishni xohlaydi. Ular dal hozir masala hal qilyapti, ya'ni jungoliklar ishlayapti. Ular chek-chegaradan olqib ketdi deb hisoblayapti. Diqqat! Amerika'nın talepleri çek-chegaradan olqib ketdi deb hisoblayapti. Bu amaldor yana mundaq ko'rsatdi. Amerika mundaq hisoblaydi. Beijingning haliqi suhbat qurishga bo'lmaydi. Beijingning haliqi suhbat qurishga bo'lmaydi deganlarini Amerika qabul qila olmaydi. Qabul qilishga bo'lmaydi. Nima degan chiqmashda Jungo 3-masalada ba'zi narsalarni suhbatlashga bo'lmaydi degan tushun, ammo endi mayadnim deyotadi. Shu deganlarini Amerika qabul qila olmaydi deydi. Bu yerda Jungo suhbatlashga bo'lmaydi degan narsa nima narsalar? Tahlil qilamiz. Putkul o'ziyatga gumoniy nazar bilan qarab chiqdik. Buningdan burun Jungo bergan va'dalarni amaliyalashtirmagan edi. Bu amaldor mundaq ko'rsatdi. Jungo o'tirib qo'ygan hujjatlar 2019 yil 1. aydan boshlab Jungo tovarlarga baji qo'yish to'sib qola olamdi. Degan masalani eg'iz olsak, bu to'g'ri gap qilish texi baldurlik qiladi.